Bugun meni qaynimni, Ahrorni to'yi va kechqurun u yoqqa borish uchun o'g'limni kiddat qilyapman. O'zi ham rosa qidirib, yarim kunlik enaga xizmati topdim. Shu sumkaga hamma kerak bo'ladigan narsalarni yig'ib, bolani enagaga topshirib, o'zimiz salonga keldik. Birinchi oyimga makiyaj va prichoska, keyin menga makiyaj qilib qo'yishdi. Uyga kelishimiz bilanoq kiyinishni boshladik. Ko'ylagimga baho beringlar. O'zimcha yana kabuklarni kiyib olib, maksimalni stervaga o'xshadim. To'yxonaga hammadan birinchi kelib, mehmonlarni kutib oldik. U yoqda men shu bloger yigitni ham ko'rib qoldim. Voysni taniyman, rasmga tushib olsam maylimi desam, keling videoga tushamiz dedilar. Yoqib qoldim shekilli. Va nihoyat kelin bilan kuyov kirib kelishdi. Kelin qaynaga salom qildi. Ahror mood po жизни просто. Hamma o'tirib olib, men ham joyimni topib kelsam, boyagi bloger yigit yonimda o'tirgan ekan. Совпадение, не думаю. Keyin meni yana valsga taklif qildilar. Любовь с первого взгляда, guys. Kelin bilan kuyov o'rtaga chiqib yig'ishtiringlar, mana voshchiling deb bizga haqiqiy vals qanaqa bo'lishini ko'rsatib berishdi. Hammani og'zi ham, ko'zi ham, kamerasi ham ochiq qarab turishdi. Kelin gulini otdi va bu oddiy to'y bo'lmagani uchun kuyov ham gul otdi. Как вам такой поворот событий? Tanspol endi qizib, Ahror qidirishni boshlagan payti bizni enagamizni vaqt tugab qoldi. Shuning uchun Imranchikni olib uyga keldik. Ro'molimni yechib, tiqqan ignalarimni topaman degunimcha ertalab bo'ldi. Makiyajimni yuvib tashab, bola ham o'zim ham kirib uxladik.